Qizlar juda dahshat semiribman, qanaqa o'lmas kashshayday ozib ketgandim. Brekit qo'ydirgan davrim. Yana bir marta xuddi shunday brekit qo'ydiraymi deb o'ylayapman. Bu nima? Kiygan kiyimlarim o'zimga rasmiyar emas. Endigina man bechora kiyimdan to'yib qishdayam, yozdayam kiyimlarim bor deb xursand yurgan paytimda semirishga balo bormi? Yana man kiyim qolib ketaman-ku. Yo osishim kerak, yoki yangi kiyim sotib olishim kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Ozish osonmi yoki yangi kiyim sotib olish osonmi? Voy. Hozirgi sharoitimda ikkalasi ham qiyin, chunki men o'zimni uyimda emasman. Bu yerda tarozim ham yo'q, rejimim ham yaxshi emas. O'sha uchun menga hozir ozolmayman, правильно питание qila olmayman, lekin sport qilib хотя бы tanza животga borsammikin deb o'ylayapman. Qizlar avval ollaringizga shunaqa bes effekt chiqiblarmidi, duh bormidi? Shunaqa yuzimni chiroyli yaltillatib bergan inson mana kosmetologim уже 1,5 yildan beri Apfardaga boraman. Uходовый narsalarim полностью Apfardadan. Pastda profillarni отметка qilib qoldiraman. Kerak bo'lsa yozinglar, boringlar, yuzlaringizni ustida ishlanglar. Bu mana endi hozir menga kommentariyaga shunga chiroyli yuzingiz demanglar. Ha, manda bundan ham battar bo'lishi mumkin edi. Bu mana samimiy idealniy yuzim. Bundan ortig'i kerak emas. Men shu chiroyimga ham, shu yuzimga ham roziman. Sonsizlashda, oxirida sonsizlashda bitta pomada suraman. Tonalni ham surmayman, kerak emas. Havoni issig'ida shuni uydan chiqib ketaman, tamom. Keyin labimni botoks qilganimga ham afsus chekmayman. Chunki bir marta 1 milligram qildim. Tamom. Shunaqa yuzimni chiroyli qilib ko'rsatgan, yarashgan. Lekin odam hamma narsaga ko'zi o'rganar ekanda, keyin yana deb ko'paytirib labini ham, o'zini ham, husnini ham buzib qo'yar ekan. Shu normani, stopni bilsa chiroyli. Lekin odamni ko'zi o'rganadi. Xayrlaringizga kichkinaday ko'rinadi. Men boshqalarning labini hayotda ko'raman uchun yo'q, idealniy deyman keyin.